Yaxshimisizni boshqa Teskarisi. keling biz oldin talentingiz bilan tanishtiraylik. Albatta muxlislarimiz o'zi bilishadi, omon-omonda o'ziga xos ijodkorlar ham mehmon bo'lishadi. Surayyaxonim shunaqa qobiliyatlari bor. Istalgan so'zingizni, istalgan tilda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar aytsangiz, ular darrov teskarisini aytib bera oladigan qobiliyatga egalar. Xush kelibsiz. Avvalo yaqinroq tanishsak, keyin ularning iqtidorlarini sinovdan o'tkazamiz. Qayerda tavallud topgansiz? Hozir qayerlarda o'qiyapsiz? Ota-onangiz haqida ular hozir ilhaq bo'lib qarab turishibdi. Bugun bolajonim omon-omonda mehmon bo'ladi deb. Men Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida tug'ilganman. 2008-yilman. Hozir bu yil 11-sinf. Bitiruvchisiz. Endi tayyorlanishda repetitorga. Qaysi kasbga niyat, endi qaysi o'qishga kirmoqchisiz? Teskari fanlar filologiyasiga. Xitoydagi Pekin universitetiga. Xitoydagi Pekin universitetiga. Ajoyib. Orzular uncha-buncha emas. Qo'yil. Bu qobiliyatingizni qachon payqab qolishgan yoki qachondan boshlangan o'zi? Teskari gapirish 2-sinfligimdan iqtidori. boshlagan. 2-sinf. Ikkinchi sinfligingizdan ungacha ham so'zlarni teskari gapirarmidingiz deyman bolaligingizda? Ha. U nimadan kelib chiqqan o'zi? Yo'q, men aka savolni mana qilaylik. Qanaqa qilib to'g'ri gapirib ketgansiz? Yo, o'zi men aytmoqchi bo'lganim bu mashq qilish davomida bo'lganmi yoki Tug'ma qobiliyat. O'z-o'zidan. Bu Ya, ham ana yaratgan, kimlar gapirsa xayolingizdan harflar teskarisiga aylanadi. bu ham yaratgan iqtidori. Ya, bo'lmasam ana Ofarin. ana hozir hamma nima ekan o'zi Sinab o'tirishmasa ko'ring, sinab keling. ko'raylik. Hamma qiziqib Assalomu ketyapti, men qiziqib alaykum. ketyapman. Omon-omon ko'rsatuv muxlislari. Shuni Mukalla umonlasdan nomma o'tasirik Erasilxon. yo'q, boshqatdan yoqqa qarab aytingchi. Qani, assalomu alaykum. Omon-omon ko'rsatuvi muxlislari. Shuni teskarisiga o'girib beringchi. Mana bu kameraga qarab. Mukalla umonlasdan nomma o'tasirik Erasilxon. Hozir xitoycha gapirasiz. Ha, siz bekorga Xitoyga topshiraman demagan ko'p so'zlar teskarisi xitoycha o'qilarga. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Deb enrasiz namarik ishqay. Keling, men sizga tojikcha gapiraman. Ha. Shuni o'girib bering. Mana shuni nasmi bilan. Mana universitet namisiman. Yo'q, hozir to'g'ri aytibdilar. Rosa aytib qo'yapti. Hozir bilaman. Sezmayapman, davat sekin Qalay, siz gapiryapsiz. yaxshimisiz? Sizda ishqay desiyalaq. Ana. Ofarin. Lekin bu yo'q, mayli. Anaqa bu efirni ko'rgandan keyin hamma sekinlashtirib ana qolsa kerak. To'xtat. Harflarni yozib, orqasiga o'girib. Aravis. To'g'ri aytyaptilar. Baznas. Bahodir. Ridoxon. Kumush. Shumuk. Kumush teskarisi Kumush teskarisini aytvoring. Shumuk. Shumuk bor, qalaysiz? Adimo. Meva sabzavotlarni yaxshi ko'raman. Namarga esa Enral Damasas AVM. Omon-omonda mehmon bo'layotgandan juda ham xursandman. Ad nomma namxan nabngoy adab noyadich namdan rasroq. Rostdan ham xitoychada gapiryapsiz-da. Voy, qarsaki chaqmaki. Ofarin. Qarsaklar. Ajoyib, ajoyib. White foods. So'tsiyap. Chet elda agar bo'lganlarda olib ketib qolishmasmidi bu ana izученияларga bularni. Yo'q, to'xtang, menga yo'q qiziqyapti. Shoshbek, qarang. Amerikanskiy Hop, kinolarda mana bo'ladi. aytyapmiz, gapiryapmiz-ku. Qarang, xayolingizga keladigan narsa nima birinchi? Harflar nima bo'ladi? Harflar teskarisiga aylanib nima bo'ladi? Yo, ko'z old, mana eshitayotganingizni proses qanaqa bo'ladi? Sizda o'girish qanaqa Ha, kechadi? Bu o'girish. tug'ma qobiliyat. Misol uchun sizlar so'z aytasizlar, men birdaniga teskarisini aytaman. Shunday tug'ma qobiliyat o'zi shunday. Siz ichingizda teskarisini Yo'q, aytib tushunolman. o'tirasiz, ha? Yo'q, Nima bitta gapirsa. so'zni aytadiganlarni ko'p eshitganmiz-da. lekin gapni teskari aytadiganlar bu birinchi marotaba. Qoyil qolish kerak. Sizni ustida olimlar tajriba o'tkazadi agar Xitoyga ketsa. Ha, shu Xitoy. Ketdik. Yana davom etamiz iqtidorni sinovdan o'tkazishdan. Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Ularning ismlari, Men inglizmara mayadish namarik ishqay ralmisi Enral Ravanum. ismlari Ravanum Munavvar. Munavvar. Ofarin. Yo, men shokdaman. O'rtoqlar. Men ham doshim qanchalik tez ishlash kerak Ha, shuni aytyapman. Buncha gap hozir. Qarang, yana bitta. Oldingi
oxirgi safar Sevara va'da qilingan efirga kela olmadilar, uxlab qoldilar. Iynekli Rafas, Ravez, Nagnelik Adab, Agrafiya, Raldamelik, Ralitloq Balxov. Shu ko'rsatuv bahona man tongni birinchi marta ko'rishim. Aloqab Ingnat Nem, Ishnirib Atrab Mishiruk. Yo bu oddiy gapmidi, singlim bo'ldi. O'zingizni qiynamang, lekin qo'y. Gapimizni hozir tarjima qilib beryaptilar, teskari mana gapiryaptilar. Xo'sh, o'zi tunda uxlaysizmi? Shu hayotingizning shu qismigacha tunda uxlaganmisiz, dengchi? Adgunot, Zigina Malxa, Ilgina Tayoq, Atimsiq, Zigina Malxov. Mani chaqalog'im bor, kechasi uxlatmaydi. Shunga obedgacha uxlaymiz. Nog'ala Hujroq, Isanchik Edem Talxo, Agnush, Achak Teba, Zimyanxov. Zimyanxov. Bu hozir tarjima ikkilar o'tirdi. Tarjimonga o'xshab o'tiribdi-da, bitta Xitoy o'tiribdi. Sizlar gapinglar xitoychaga tarjima qilib berayotganga o'xshaydi. Qoyil. Unga sinfdoshlaringiz qanaqa qarashadi? So'zlarni mana shunaqa teskarisini gapirtirib o'tirishadimi siz? Qarang, yana tarjima qilib bering. Sanjar Usmonov necha yoshga kirdilar? Rajnas Momansi, Achen Akshay, Ralurik. Achashni nagiri. Hammamiz Juan sen deban, Luankin tu. Ya hazil yo. Bu Allohning mo'jizasiga hech qanaqa shak shubha yo'q. Lekin men rost akasi mana ko'rgan, endi ko'p shu sohada san'at bo'lganim uchun ko'p talantlilarga duch kelib qolamiz. Lekin bunaqasiga mana rost akasi. Birinchi Agar boshqa tillarni bilsangiz, boshqa tillarda ham Surayoxon bemalol teskari aytib bera oladilar. Shuning uchun bemalol so'rashingiz mumkin. Я вас очень люблю. Bilet Nucha Svay. Доброе утро, страна. Atanan Abad Ayurbek. Ruschada boshqacha chiqar ekan. O'zbekchada boshqacha chiqar. Yo. O'zbekchada Доброе утро, страна. Hozir endi qarang, Доброе утро, странani siz oxiridan aytasizmi yo o'sha Доброе утро, странani teskari ketyapsiz. Teskari aytsangiz, xohlasangiz teskari, xohlasangiz birinchisidan farqi yo'q. любойchasiga qilib tashlayotgan. Istalganchasiga farqi yo'q. Umuman. Men вообще hayronmandashdim. Nemashev Ishbobnem. Bu tojikcha bilan ruschani aralashgan gibrid varianti. Oxir ko'rishim men dedi-da, Lekin qo'yib berish kerak emas ekan, lekin tojikchani ruschaga aralashtirib davom etamiz. Albatta o'zbekcha gapirar ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Sevara, qoyil qolyapsizmi siz Men ham? qoyil qoldim, shu payt esimga tushib qoldi. Meni ham jiyanimning shunaqa qobiliyati bor edi, 3 yoshli qizi. Nechidir yoshida bu qobiliyati o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi. 5-6 yosh katta bo'lganda, demak, bor ekan. Shug'ullanib turish kerak ekan. Bilmadim, shu qizda bor edi, esimda bor. 3 yoshliligida so'zlarni tez u ham mana shunaqa perevod, teskarisini qilib berardi. Lekin yo'q, hozir umuman eslolmaydi menimcha. Hozir bularni ko'rib sekin esimga tushdi. ya'ni yillar davomida misol bilgansiz-ku anaqa talant borligini. Endi shuni ustida ishlagansizmi? O'zi qolgansizda. Usti ishlamasa qandoq qilib? Yo'q, o'shada. Demak, bu haqiqiy iqtidor. Shuning uchun har bir inson shunaqa alohida bir olam yaratgani bir mo'jizasimiz. Shuning uchun hamma o'sha o'zini anglashi, o'zini iqtidorini ustida ishlashi, uni namoyon etish kerak. Bizning ham muxlislarimiz shunaqa iqtidorliki, shunaqa chiroyli so'zlarni yozishadi. Ba'zan tilingiz aylanmay qoladi. Shunaqa erkalatib yozishadi. Mehmonlarimizga atalgan nomalar ham bor. Erkalatib yozishadi. Qisqa o'qishga harakat qilamiz. E'tibor qaratamiz. Rahimaxon Qo'shtirnoqlaringizdan.